Bugun sizlar bilan juda ham ko'pchilik ota-onalarni qiynaydigan mavzu Enures to'g'risida gaplashamiz. Enures o'zi nima? Enures bu juda ham ko'pchilik holatlarda namoyon bo'ladigan toifasi bu tungi siyg'oqlik hisoblanadi va ko'pchilik bolalarda bu narsa vujudga kelganda ota-onani hadikka soladi. Birinchi navbatda biz ajratib olishimiz kerak Enures o'zi qachondan boshlanishini. Ko'pchilik ota-onalar hattoki o'ylashadi 3 yoshli farzandim tunda tegini qo'llab qo'ydi, ishtonni qo'llab qo'ydi, mani farzandimda ham Enures bor deb turib vahimaga tushishni boshlashadi. Aslida 3 yoshlik bolada bu narsa hali normada bo'lishi mumkin. Biz Enures deb qachon olamiz? Qachonki farzandingiz 4,5-5 yoshdan oshgandan keyin hali o'zida hech qanaqangi signallarni namoyon qilmasa, tunda agar hojatga chiqisi kelsa, hech qanaqa belgilarni namoyon qilmayotgan bo'lsa, albatta farzandingizda Enuresni belgilari borligini bildiradi. Enures o'zi asosan nimadan kelib chiqadi? Sababi Enures faqat 4-5 yoshli bolalarda kuzatiladigan holat emas, balki 8, 9, 10, 18 yosh, hattoki 20 yoshli bolalar orasida ham mavjud bo'lgan muammo hisoblanadi. Buni keltirib chiqaruvchi sabab esa birinchi navbatda bolalardagi qo'rquv. Bola qayerdadir juda ham qattiq qo'rquvga tushsa yoki bola qo'rqitilsa yoki qanaqadir bir vaziyatdan qo'rquvga uchrab qolgan bo'lsa, qo'rqib ketgan bo'lsa yoki bo'lmasam o'zida kechayotgan jarayonlar, hattoki bo'lishi mumkin multfilmlar orqali yoki bo'lmasam hozirgi ijtimoiy tarmoqlar orqali bolalar turli xil videolarni roliklarni tomosha qilishadi. Mana shu videoroliklar asosida bolada qo'rquv hosil bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Va mana shu qo'rquv bolani butun tanasini qamrab oladi va bola o'z tanasini his qila olmaydi. Bola o'zini tanasini his qila olmagandan keyin esa albatta undagi signal tizimi ham unga yaxshi yetib bormaydi va tunda tagini qo'llab qo'yish holatlari kuzatilinishi mumkin. Bu birinchi sababi edi. Ikkinchi sababi esa oilaviy muhit. Oiladagi muhit yaxshi bo'lmasa, deylik ota-onaning har doimgi tinimsiz janjali yoki oilada farzandga e'tiborsizlik, farzand o'sha oilada o'zini ortiqchadek his qilishi va farzand mana shu oilada o'zini baxtli, xotirjam his qila olmasligi asosida ham Enures vujudga kelishi mumkin. Bunday paytlarda farzandning bor diqqat e'tibori uni ortiqchaligi, oiladagi muammolar, vaziyatlar, charchoqlar asosiy sabab bo'ladi va bola o'zini tanasini yana his qila olmaydi va tunda unda Enures holati kuzatilinishi mumkin. Undan keyingi sabablardan biri esa ota-onalarni farzandlariga juda ham qattiq qo'llik bilan, ya'ni qattiq qo'llikni ham juda ham kuchli formasi bilan, juda kuchli bosim bilan qilayotgan munosabati asosida vujudga kelishi mumkin. Tinimsiz ravishda bolaga bosim berilganda, tinimsiz ravishda boladan juda katta talablar talab qilinganida va farzandni umuman erkinligiga qo'ymaganda, ijod qilishiga, ijodkorligiga qo'yilmagan paytda ham farzandning bor diqqat e'tibori bosimda bo'ladi va bosimni u butun tanasi bilan his qilgani uchun tunda tana bo'shashadi va tanani his qila olmaydi bola. Sababi kun davomida bosimda yurgan bo'ladi va shunday vaziyatlarda ham bolada Enures kuzatilinishi mumkin. Biz hozir sizlar bilan aynan Enuresda kuzatiladigan asosiy sabablarni ko'rib chiqdik. Ya'ni har bitta bola individual shaxs hisoblanadi va individual vaziyatga ko'ra ham Enures vujudga kelishi mumkin, lekin biz sizlar bilan hozir ko'rib chiqqan vaziyatlarimiz eng asosiy sabablari hisoblanadi. Xo'p, bunday vaziyatlarda biz nima qilishimiz kerak? Sababi juda ham ko'pchilik ota-onalar Enures paytida farzandlarini shifokor olib borishadi, davolatishga harakat qilishadi, dori-darmonlar bilan lecheniya qilishadi. Lekin afsuski, buni samarasi har doim ham bo'lmaydi, har doim ham natija bermaydi. Juda ham ko'pchilik ota-onalar hattoki farzandimni yillar davomida davolatsam ham Enuresini haligacha tuzata olmadik deb o'zlari murojaat qilishadi. Bunday paytda biz eng avvalambor oilaviy muhitni to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Sababi bolada Enures kuzatilgandan keyin, misol uchun eng katta farzandda kuzatiladigan bo'lsa, ukalari unga misol tariqasida ko'rsatilishni boshlaydi. Mana ukang 5 yoshda siyib qo'ymayapti, sen 9 yoshdasan, lekin haligacha siyib qo'yasan. Sen 12 yoshdasan, uyalmaysanmi? Qara. Ukangni holatini qarang, seni holatingga qara degan bir munosabat bildirishni boshlaymiz. Albatta ukasini oldida bola yana ham kuchliroq o'zini aybdorligini his qiladi va mana shu oilada yana ham kuchliroq bosim his qiladi va bu narsa yechimni albatta yana ham uzoqlashtirishiga sabab bo'lib qoladi. Shu sababdan oilaviy muhitda farzandga nisbatan munosabatni to'g'irlash juda ham muhim. Ya'ni farzandimizni uyaltirib emas, balki mana shunaqa vaziyatlardan chiqish uchun bolani qo'llab-quvvatlash kerak bo'ladi. Ya'ni uni nafaqat fiziologik tomonlama, balki psixologik tomonlama holatini yaxshilab, uni fiziologiyasi bilan turli xil mashg'ulotlar orqali bolani albatta Enuresdan chiqarish mumkin. Endi yana bitta shunaqangi bir muhim narsa borki, agar bu Enures davolanmasa nima bo'ladi?
man o'zim shaxsiy tajribamda enurez masalasi juda ham ko'pchilik bolalar bilan ishlab ko'rgan paytimizda endi kimda uchragan bo'lsa aynan mana shu muammolar biz birinchi navbatda bartaraf qilgan narsamiz ota onani farzandga berayotgan bosimi bo'lgan. Boyagi uyaltirish holati ham aslida bu bosim. Bolaga bosim bo'lib ta'sir ko'rsatadi va aytib o'tganimdek bunaqa bosimlar bolani tanasini his qilishiga imkoniyat bermaydi. Bola tanasini his qilmaydi. Oddiygina misol, agar ishingiz juda ham ko'payib ketgan bo'lsa oilada, shunaqangi bir ishlar bilan band bo'ladigan bo'lsangiz, et-betingizni urib olsangiz hattoki bilmaysiz, sezmaysiz, tanangizni his qilmaysiz. Vaholanki o'sha paytda tana zarar ko'rdi, lekin tanani og'rig'ini sezmaysiz. Keyinchalik ko'rib turib, qayerda ko'kartirdim ekan, voy men buni qayerda tindalab oldim ekan deb turib o'zingiz hayron qolasiz. Bolada enurez ham xuddi shunaqa, ya'ni u bosimni shu darajada his qilgani uchun tanasini shunaqa his qila olmaydi. Tanasini his qilmaganligi uchun ham unda enurez holati kuzatilyapti. Biz mana shu bosim bilan ishlagan paytimizda, ya'ni ota-onalar farzandiga bosim berishni to'xtatib, munosabatini to'g'rilab, farzandlari bilan to'g'ri ishlashni boshlagandan keyin enurez holati bartaraf bo'lishni boshlagan. Demak, birinchi navbatda biz oilaviy muhitni yaxshilagan holatda farzandlarimiz bilan munosabatimizni to'g'rilashimiz kerak. Ya'ni undagi bu muammoni bola atayin qilmayapti. Hurmatli aziz ota-onalar, mana shu narsani inobatga olinglar. Sababi ishlagan paytimda yana ko'p guvohi bo'lganman. Yana sevib qo'ydi mana, yana mana tegini qo'llab qo'ydi. Har kuni buni tegini tozalaymiz. Har kuni postel yuviladi uyda. Nima qilsa bo'ladi? Yoshi katta, o'zi chiqib kela olmaydi yoki men uyg'otmasam bola o'rnidan turmaydi. Yoki bo'lmasam ko'pchilik aytishadiki, enurezda bolamning uyqusi juda ham kuchli. Sizlarda ham menimcha shunaqa vaziyatlar kuzatilsa kerak. Agar kimda shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, ya'ni farzandim uyqusi juda ham kuchli, shuning uchun u tura olmayapti deb. Yo'q, aslida bolaning uyqusi kuchliligidan emas. Bola shunchaki boya aytib o'tganimdek tanasini his qilmaganidan bu vaziyat vujudga keladi. Endi tanani qachon his qilamiz? Boya aytib o'tdim, bekorga aytmadim shu narsani. O'zingiz qanaqadir bir ish bilan band bo'lsangiz, keyin ko'rib qolasiz qo'lingiz ko'karganini. Siz ham qachon sezasiz shu taningizdagi ko'karganini yoki timdalanganligini? Qachonki tinch holatda bo'lsangiz. Ya'ni siz tinch bo'ladigan bo'lsangiz, siz o'zingizni taningizni ko'proq his qilasiz. Bu tinchlik qayerdan kelib chiqadi? Ichkaridan. Bolani ichki xotirjamligini tiklash kerak bo'ladi. Agar siz farzandingizni ichki xotirjamligini oiladan boshlab tiklashni boshlaydigan bo'lsangiz, farzandingiz endi tanasini his qilishni boshlaydi. Uni tanasida bo'layotgan jarayonlarni sezishni boshlaydi. Va mana shu tanasidagi jarayonlarni bola his qilganligi uchun unda signal tizimi ishga tushadi va bola tunda ham o'zini hojatga chiqisi kelayotganligini sezishni boshlaydi. Va aytib o'tganimdek, enurez o'zidan o'zi bartaraf bo'ladi. Endi agar biz yoshlikda farzandlarimizni enurez holati mavjud bo'lib, ular bilan to'g'ri ishlamasak, nima oqibatlarga olib keladi? Birinchi navbatda albatta bu uni kelajagiga ta'sir ko'rsatiladi. Vaqtida davolanmagan, vaqtida to'g'ri ishlanmagan enurez davomiy tarzda davom etadi. Farzandingizni o'ylamang, hozir 7 yoshda, 8 yoshda bu o'tib ketadigan holat deb, balki u bilan to'g'ri ishlanmasa, u 15 ga kiradimi, 20 ga kiradimi, unda bu holat davomiy ravishda bo'ladi. Hattoki mijozlarning orasida menga murojaat qilganlarning ichida eng katta yoshi, undan ham yosh katta bo'lishi mumkin, juda ham ko'pchilikda bor, hamma ham o'zini ichidagini aytolmaydi bunaqa muammosini. 21 yoshli qiz bo'lgan. Ya'ni menda enurez bor, to'g'risini aytsam ko'chaga chiqa olmayman, oila qurishga qiynalaman, chunki qo'rquvim bor. Bunaqa vaziyatda nima qilsam bo'ladi? Lekin yoshligimdan boshlab menda mana shu holat mavjud deb turib murojaat qilishgan. Demak, ko'rib turibsizki, agar enurez vaqtida davolanmasa, farzandingizni davomiy ravishda mana shu muammo qiynashi mumkin. Undan tashqari farzandingizdagi bu muammo nimaga olib keladi? Uni ruhiyatida qanaqa yomon tomonlari bor? Birinchi navbatda o'ziga nisbatan ishonch tushishni boshlaydi. Hatto bolani qo'lidan keladigan narsani ham bola qila olmaslikni boshlaydi. Sababi unda enurez borligi uchun u o'zini kamsitadi ichkaridan. Men kechqurun siyib qo'yaman, men kechqurun tagim qo'llab qo'yaman, kimdir eshitsa uyat bo'ladi, kimdir eshitsa meni chetlab qo'yishadi, ustimdan kulishadi. Hatto oilalarda bemalol aytishadi, ya'ni farzandning aybini ukasini oldida, buvisini oldida, yo bo'lmasam xolalari, amakilarini oldida bemalol aytishadi. Bolamda shunaqa narsa bor, uyaltirishadi, lekin ota-onalar atayin uyaltirish maqsadida emas, buni tushunaman. Lekin bola o'sha joyda uyat hissini kuchliroq his qiladi. Va yana ham ichkaridan yopilishni boshlaydi. Ya'ni yopilgani sari uni qiziqishlari so'nadi, uni hayotga nisbatan intilishi so'nishi boshlaydi, maqsadlari yo'qolishni boshlaydi, harakat qilishdan to'xtaydi bola.
va yopiladi. Yopilgani sari esa o'qish protsessi sekin tushishni boshlaydi. Harakat qiladi maksimal darajada uydan chiqmaslikka, odamlarga qo'shilmaslikka, mehmonga bormaslikka, iloji bo'lsa hech kim unga gapirmasa-yu, hech kim uni yoniga yaqinlashmasa. Sababi unda enurez bor. Biz chunki hammaga yetib bo'ldik. Endi u odamlarning ko'ziga qarashga ham uyaladi. Bu esa aytib o'tganimdek bolani o'zini qobig'iga o'zi o'ralib, umuman ijtimoiylashmasligiga olib keladi. Keyinchalik esa bola telefonga yana ham ruju qo'yishni boshlaydi. Ya'ni uni endi baribir har bitta ehtiyoji bor, ehtiyojlari qanaqa qondiriladi? U jamiyatda o'zini rolini yo'qotyapti, jamiyatga aralashmayapti, qo'shilmayapti, mehmonga bormayapti, o'qishga nisbatan qiziqishi yo'q. Lekin uyda bitta o'zi indamasdan o'tira olmaydi ham. Demak, telefon orqali mana shu ehtiyojlarni qondirishni boshlaydi. Va telefon orqali bitta joyda o'tirgan holatda yopiq holatga kelib qoladi. Va ota-onalar aytishadiki, mana farzandim hech narsaga qiziqmaydi, mana уже katta bola bo'ldi, jamiyatda o'rnini topish kerak, lekin qanaqa qilib buni jamiyatda o'rnini toptirishimiz mumkin deb turib, yana ham muammoni kattalashishiga olib kelib qo'yishadi. Shuning uchun kimni farzandida enurez kuzatilayotgan bo'lsa, necha yoshda boshlangan bo'lsa, o'sha joyni o'zida ishlashinglarni tavsiya qilgan bo'lardim. Agar bola bilan haqiqatan to'g'ri ishlanadigan bo'lsa, oiladagi muhit to'g'rilangan holatda bola bilan alohida ya'ni shug'ullaniladigan bo'lsa, bu muammoni yechimini topish mumkin. O'ylaymanki, bugungi mana shu enurez haqidagi ma'lumot asosida o'zingizga kerakli xulosalarni chiqara oldinglar va farzandinglarda agar shunaqa holat kuzatilayotgan bo'lsa, bunga shunchaki befarq bo'lmanglar, o'tib ketadigan holat degan bir narsa o'tmasin sizlardan. Albatta farzandinglar bilan mana shu masalada to'g'ri yondashib, to'g'ri ishlashga harakatinglarni qilinglar. Boya aytilib o'tilganidek, har bitta farzand individual shaxs hisoblanadi va enurezni keltirib chiqaruvchi yana individual sabablar ham bo'lishi mumkin. Shu sababdan farzandingizga individual yondashish kerak. Biz hozir sizlar bilan muhim, eng asosiy sabablarni ko'rib chiqdik. Bundan tashqari aytib o'tganimdek, farzandingizni faqatgina o'ziga xos bo'lgan belgilar ham bo'lishi mumkin. Shu sababdan mana bu narsani qilish kerak, buni qilish kerak. Farzandingizda mana bunaqa holat kuzatilyapti deyish mutaxassis sifatida to'g'ri bo'lmaydi. Va farzandingizning ichida nimalar bor, u nimalarni his qilyapti, u qayerda yechim topa olmayapti, qayerda o'zida uyat hissi kuchaygan, qayerda o'zida bosimni his qilyapti. Mana shular haqida alohida ishlash uchun farzandingiz bilan albatta alohida ishlash kerak bo'ladi. Buning uchun esa sizlarga aynan Norbekov tizimidagi bolalar sog'lomlashtirish kursini tavsiya qilaman. Kurs davomida farzandingizdagi ichki holat, psixologik holat, fiziologik holat, ya'ni tanani his qilish, tana bilan ishlash, ruhiyat bilan ishlash, hammasi birgalikda kompleks tarzda olib borilganligi uchun 7 kun davomida farzandingiz o'zidagi holatlarga o'zi oydinlik kiritishni boshlaydi. Shu sababdan sizlarga yana bir taklif bilan chiqmoqchiman. Ya'ni albatta farzandingiz bilan Norbekov markaziga tashrif buyuring. Bolalar sog'lomlashtirish kursida albatta ishtirok etib ko'ring va farzandingizni salomatligini tiklashda o'z hissangizni qo'shing.